eng ko'p beriladigan savollardan biri, ya'ni Damas, Labo, Nexia 1, Nexia 2 avtomobillariga 3-pakelikni qo'ysa bo'ladimi? Captiva'gacha propan da qo'ysa bo'ladi, faqatgina original reduktor bilan. Siz original reduktorda o'zi farqi qanaqa bo'lishini bilarmidingiz? Kanalimizga obuna bo'lib turing, biz farqini sizga aytib o'tamiz. Ahamiyat berib qo'ysa, barcha viloyatdan bizga propan va metan ustanovkaga kelgan Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo Optim propan va metanni sizga taklif qilib qolamiz skidka narxida. Xo'p, 3-pakelikni original Atiga reduktor. Ikkalasi ham ko'rinishi bir xil, bunisi original, bunisi Xitoy. Eng asosiy farqi mana bu prikladkasida bo'ladi. Originalda mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, Xitoyda esa mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi farqli bo'ladigan joyingiz mana bu joyida ko'rib o'tishdan keyin yozuvini, endi mana bu joyiga Atiga original va mana bunaqa yozilgan, qora ko'rinishda yozilgan bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha Sirdaryo metangizga obuna bo'ling. Sifatli holatda propan va metan uстановка qilib beramiz. Bu Labo avtomobiliga ham idealni qilib 40 talik ballon qo'yib berdik. Tagiga ahamiyat berib qo'ysa, ichkariga bo'lib turadi, termo trubkalar bilan. Ahamiyat berib qo'ysa, oddiy trubka emas, alyumin qo'yib o'rmaganmiz. Xizmatlar bo'yicha Sirdaryo metangaz 24 ga har qanday turdagi avtomobillarga mega skidka e'lon qiladi. Narx-navosi qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib, Yudaydan tortib MPI motorgacha Optim propan metan. Tanlovda adashmaymiz. Obunachilarimiz uchun albatta mega skidkalarimiz bor.